Ushbu murojaatim Konstitutsiyamizning 34-moddasi asosidadir va 23-60-ikkinchi moddalari bunga ilova sifatida. Iltimos, adolatli, vijdonli prezident bo'lib, vatanimizga, xalqimizga chin yurakdan xizmat qiling, to'g'ri yo'lda bo'ling. Bu yerda men shokdaman, stressdaman, qanday ahvoldaman. Va ularga aytdim vrachlarga. Kechirasizlar dedim. Men siyosat qurboni bo'lyapman hozir dedim. Sizlarning ishlaringizga bog'liq dedim. Qanday isbotlang dedi. O'shanda men yaxshi odam deb o'ylagandim. Keyin bilsam, yomon odam ekan. O'sha Xayrulla degan zambil vrach, Sergelidagi. Shaxsan o'zi, lekin menga biroz aytdi, ogohlantirib. Yozuvchingizni qo'ying, bo'lmasa yana qaytib kelasiz deganda. Endi o'ylab ko'ring, qonunda, shariatda, vijdonda, mantiqda men yozuvchingizni qo'ysam, shu bilan hamma muammo tugadimi? Qanaqa qilib tugaydi? Naborot muammo ko'payib ketdi-ku siz davringizda hozir. Orqangizda bog' qoldirish maqsadmi, dog' qoldirish maqsadmi? Xalq uchun qonni ichyapsiz-ku qo'pol aytganda. To'lovlar haddan tashqari hammasi chiqib ketyapti. Mana kecha YouTube'da tasodifan ko'rib qoldim. Hatto do'mon oldiga mashina qo'ysa, o'shanga ham jarima nima ekan, to'lov bor ekan. Mashinani unda olib ko'tarib uyga olib kirib, ichkariga qo'ysin. Ki ichkariga ham qo'yganiga ham hal pul to'latasizlar. Mayli bu narsani qo'yay, menga aloqasi yo'q bo'lgani uchun, lekin ko'rganim aytyapman. Sizga xabar berishga haqliman. Siz prezidentsiz, yurtboshimizsiz. O'zbekistonda nima o'tgan hammasini bilib turishingiz kerak. Bilasizmi, bilmaysizmi, fuqarosiga murojaat qilib xabar berishga haqli. Mana Konstitutsiya murojaat qilish, xabar berish batafsil yozilmagan bo'lsa ham. Lekin men inshaalloh prezident bo'lganimda Konstitutsiyada hamma narsani ko'rsataman hali. Lekin siz yaratgan Konstitutsiyani o'qib chiqdim, tajubdaman. Nima maqsadda, negizda nimaga taqalgan? Sizni ichingizdagi, fikringizdagi holatni bilmasam-da, budagi holatni men tushunib yetdim men. Mayli bilan qo'yaylik. Xullas, meni birov jinnixonaga tiqdimi? O'shanda 21-may 2016-yili ruhan sog'lom topildi. Chunki o'sha Xayrulla degan zambil vrach Sergelidagi. Qo'limdagi 13-aprel 4-oy 2016-yilgi zapis eng slabiy 0 degan aytganda, qo'pol aytganda 0 darajadagi zapisni eshitib ham ko'p narsalarni tushundida, biz sizni tushundik dedi. Aslida ruhan sog'lomligimni meni murojaatim bo'yicha menga yuzlanganlar, men bilan gaplashganlar juda yaxshi biladi. Meni o'sha shifokorlar qaysi biri davolagan bo'lsa, hammaligi ruhan sog'lomligimni bilib turib davoladi. Tajriba qiyon qildi. Buni hayotimga suiqasd desam bo'ladi men hayotimga. Mana shunday it azob kunlarni ko'rib keldim. Sizlarning sabab, sizlarning qilgan noto'g'ri ishlaringiz, sizlarni chiqargan adolatsiz qarorlaringiz, millatimni o'zbek deb, ruhiy kasal deb tuhmat bilan Durbek degan advokat bor Chinozda. Men hujjatlarda ko'rdim kecha 20-21-yanvar 2025-yili jinoyat ishi Chinoz tuman sudiga borganimda materialdan nusxa ber desam 500 so'mga qiladigan nusxamni ko'chada. Ular ko'chaga chiqarmaydigan qaror chiqarib qo'yibdim ishda. Ichkarida qilib beradigan 7,5 ming so'mga. Mana yana xalqning pulini shilish. Omma xalq, tushunmagan xalq ketaveradi, lekin menga o'xshagan xalq savol beradi. Nega men bularga pul to'lashim kerak, bularni boqishim kerak? 500 so'mga qiladigan kopiyani 7,5 ming so'mga qildirish. Bu xalqning pulini shilish emasmi? Bu ichki opozitsiyamiz, ichki hayotimiz, ichki tizimni siz boshqaryapsizmi yoki mana boshqarmalar boshqaryaptimi? Hukmdorlik bilan, hukmronlik bilan. Agar bular boshqarayotgan bo'lsa, siz qayerga qarayapsiz? Men hozir bitta narsani aytaman, xafa bo'lmang. Men to'g'ri aytib o'rganganman. Lekin bu hech qanaqa prikol, ustida kulish emas, haqiqat bu. Men uchun O'zbekistonda prezident yo'q. Bugungi kungacha, mana hozir ayni paytgacha. Agar bundan keyin bor bo'lsa, menga telefon qiladi. Men prezidentman deb.
Mana shu gapni esdan chiqarmang. Hozir ayni damgacha menga telefon qilayotgan prezident yo'q O'zbekistonda. Rahmatli Islom Abdulloh Karimov olamdan o'tdi. Uni hayoti men uchun 100% ochiq bo'lmasa ham, mana shuncha bo'lsa ham tushunarli bo'ldi. Nimalar bo'lgani. Lekin hozir siz borsiz-ku. Biz birinchi prezidentimiz bu dunyoda yo'q bo'lsa ham siz borsiz-ku. Nega meni ishlayapsiz? Yo, men amalga chiqdim, men prezident bo'lib oldim endi. Bu yerga meni hukmronligim bo'ladi demoqchimisiz, mana bularga o'xshab. Hozircha tegishli deb turay bularni ham. Inshaalloh men prezident bo'laman. Men prezident bo'laman inshaalloh. Allohga tavakkal qildim. Amin. Lekin hammasini, mana shularning hammasini hozir aytsam no'g'rin aytadi-yu xalqimiz. Qiladigan odam indamasdan qiladi deydi. O'shanda ko'ramiz qani. Alloh mana shunday yaxshilikga qodir qilsin. Orqamda sizlar kabi dog' emas, orqamda bog' qolishni xohlayman. Mening umrim bekorga o'tmaydi ishon. Alloh menga madadkor, so'zimga ishon. Bu dunyoga bekorga kelmadim bugun. Xizmatim bor, vatan uchun. Allohga ishon. Aytingchi, mana bu she'r menga qayerdan keldi bo'laysiz? Men shu kunga qadar ko'rib kelganim uchun mana she'rlar menda yaraldi. Allohim karomat ila. Nega? Shoir she'rni yurakdan yozadi, aqldan emas. Yurak Alloh qalbga, ko'ngilga beradi, yurakdan chiqadi. Miyadan kelib qog'ozga tushadi, ko'z bilan, qo'l bilan yoziladi. Tushuntira oldimmi? Yosh bolacha qilib tushuntirdim degan. Yo'q, bizlarni borku gapirishga majbur qilasizlar. Odatda vijdonli, adolatli, haqqoniy odam birov gapirishga yo'l qo'ymaydi. Qaysi masalada yo'l qo'ymaydi? Qanday qilib? U to'g'ri ishlaydi. To'g'ri ishlamagan odamni albatta gapiradi hamma. Bizda men hayotni ko'rib kelganim bor, eshitganlarim bor. Hammada beayb parvardigor, hammada ham kamchilik bo'ladi, ishda xatolik bo'ladi. Men ko'p narsa ko'rib kelyapman. Endi qonunda ko'rsatiladi. Qani, qayerga yozib qo'yibdi? Ishlayotganlarni xato qilsalar mumkin. Biz Alloh emasmiz. Biz bandamiz. Biz O'zbekiston Respublikasi fuqarosimiz, xato qilishga haqlimiz degan joyni topib beringchi qani. Yoki mana bu kitobda topib beringchi qani, haqlimiz degan. Bunga yaqinroq qonun chiqarib qo'yganlar. Qanaqa qonun? Sansorlik, mansorlik agar holat bo'lsa, intizomiy jazoga tortadimish. Sansorlik, mansorlik qonun kerak emas-ku. U sansorlik, mansorlik degan ishiga sovuqqonlik emas masala. Yo'q, har bir qonunlarni borku, men Luga qonunni ochingda siz bilan o'tirib fikrlashaydi. U qonunda men 100 ga bo'lib tashlayman, prikol qilib aytganda, oddiy qilib aytganda 10 taga bo'lib tashlayman, mantiqiy, mantiqsiz darajasini. Prosta aytayotganim, nega adolatli qonun yo'q bizda? Hammasi bir-biriga qarama-qarshi. Mana sobiq deputatimiz, hozirda ekologiya vaziri maslahatchisi janob Rasul Kusherbayev Qdiraliyevich qonun va qonun hujjatlarini aytganida u yengil qilib aytdi. Men hozir to'g'risini aytaman. Qonun va qonun hujjatlari emas, qonunlar bir-biriga qarama-qarshi yaratilgan. Mana bu qonun to'g'rimi? Qonun emasmi? Kodekslar kitobi. Mana qalamni. Mana bu konstitutsiya kitobi. Bular qonun to'g'rimi? Qolganlar farmon, qaror, ichki buyruq bo'ladi ular. Yana boshqa nimalar bor? Jismoniy yuzlik shartlari, murojaatlari qonunda ko'rsatilgan deb. Yo, bularni aytib juda ko'p narsani aytishim to'g'ri keladi. Men bir narsani aytaman-da. Nega adolatli qonun yo'q? Nega adolatli amaldor, o'rxodni shifokor yo'q? Men Oliy sudgacha bordim. Milliy xavfsizlik hamma markazni aytayapman. Respublikasiga aytayapman, qarang. Oliy sudga bordim, Milliy xavfsizlik respublikasiga bordim, bosh prokuraturaga bordim. Ichki ishlarga hali bormadim-ku, lekin murojaat ko'rdim. Sog'liqni saqlash vazirligiga bordim. Buni viloyat tumanni qo'yavering endi. Nega hammalar to'g'ri ishlamaydi?
aytib turibman, ko'rib turibdi. So'zimga ishonmasa diktofon zapis turibdi. Hammasini eshitib ko'rib ham bir tiyin. Ularga bor haqiqat, ularga faqat bir narsa kerak. Lavozim, karyera, obro'y, unvon va eson-omon pensiyaga yetib olguncha ishlab turishi eng asosiy masala. Bu dunyoda bahona qilib aytadigan narsasi odamlar oldida, Allohim oldida ham aytadigani oilam boqishim kerak deydi. U poraxo'rlik bilanmi, poraxo'rliksizmi, u farqi yo'q. Bitta narsaga qaytaylik yana. Nega prezident virtual qabulxonasining 1000 shart telefon raqamining operatorlari boshqani ko'rsatsam boshqacha vaziyat bo'lib ketadi, uyg'onib ketadi. O'zim ko'rsatay. Menga nisbatan doim gapni ko'paytiradi, muammo yaratadi, arizamonlikka har qanaqa bahona topadi. Bir baza ishlamay qoladi. Eng qiziq narsa yana bir marta aytaman, oldin aytib o'tganman. Bazani yangilaganda ma'lumotlar o'chib ketibdi 2000-yildan 20-yilmi, 2023-yil bazani yangilaganda o'chib ketibdi. Ya'ni endi men bemalol aytaman, meni 9-oktyabr 2016-yildan beri qilib kelayotgan murojaatlarimni bazadan o'chirib tashlagan deyman, prezident virtual qabulxonasi deyman. Uni ustidan qaraydiganlar siz bo'lasiz va qizingiz bo'ladi. Xonim Saida Mirzayeva Shavkatovna. To'g'ri, hozir boshliq bo'ldi. Lekin hozirgi boshliq davrda ham men arzimashdan boshlab ketgan operatorlar ko'payib ketmayapti asta-asta. Yana bir marta aytaman. To'g'ri ishlash yo'q ekan. Menga o'xshagan fuqarolar hali soni juda ko'p bo'ladi. Xud o'ldirasizmi, xud jinnixonaga tiqasizmi, xud qamoqxonaga tiqasizmi? Bilaman, siz tiqmaysiz. Xodimlaringiz tiqadi. Buyruq berasizmi, bermaysizmi? U yoqni Alloh biladi. Lekin hech qachon hech bir boshliq o'zini ko'rsatmaydi. Xalqimizda maqol bor. Baliq boshdan sasiydi, lekin dumidan tozalanadi deydi. Bu xalqning so'zi, mening so'zim emas. Kim topgan bo'lsa ham hayotdan ko'rib olib aytgan. Xuddi men hayotdan ko'rib mana so'zni yozganimdek. Toshtirmada mazlum holimda sizni ilk faoliyatingizdagi so'zlaringizga, harakatingizga, strategiyangizga qarab ilhomlangan edim. Endi ilhom sizga yo'qoldi, ilhom. Sizga nisbatan yo'qolib ketdi ilhomim. O'shanda men shu Toshtirmada yotib yozdim. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlab, qonunlarni buzmagan holda deb. Aytingchi, mana shu so'zda nima topdingiz? Nodonlik, nopoklik, adolatsiz, nohaqlik nima topdingiz? Ya biron bir she'rda topdingizmi bir narsa ijodiy ishlarimda? So'zim qisqasi shu, to'g'ri ishlamas ekan, siz va xodim va xodimalaringiz O'zbekiston barbod bo'ladi bu ketishda. Men maylivozchi, tuhmatchi, yolg'onchi amaldorlar o'rin xodimlarini yomon ko'raman, lekin konstitutsiyamizning 60-moddasiga asosan hurmat qilishga majburman. Adolat istayman O'zbekistonda, nohaqlik avjida, qiyin sharoit, ona yurtim bag'rida, quldan farqim yo'q, huquqimni chetga surar organ xodimi. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlat, qonunlarni buzmagan holda. Men Umar Lochinining ijodidan. Rustemov Murod Rizbekovichdan. Ruhiy kasal emasman, quloq sol do'stim. Adolat yo'lida mag'lub bo'lganman. Haqiqatni gapirdim diktafon bilan, chin so'zlarim bekorga ketdilar zoya. Tartib qoida buzilmasin, hiyla, nayrang tuzilmasin. Xalq va qonun vatan uchun yerdan oyoq uzilmasin. Ko'p narsaga e'tibor bersang, ko'p narsalarning guvohi bo'lasan. Umar Lochiniy ijodidan. Ya'ni men Rustem Murod Rizbekovichdan. Inshaalloh O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lib, Alloh roziligi uchun, xalq va qonun vatan uchun, O'zbekiston Respublikasining kelajagi va ravnaqi uchun hammasi xayrli, barakotli va yaxshilikka bo'lib, hikmatli bo'lib xizmat qilaman. Allohga tavakkal qildim, amin. Men baribir niyatimga yetaman inshaalloh. Allohga tavakkal qildim.